O'qituvchilarni agressiv bo'lishi, maoshi kam, ishi qiyin. Nimaga o'sha maoshi kam bo'lgancha rahbariyatga zo'ravonlik qilmayapti? O'qituvchilar hatto haqman deb o'ylaydi zo'ravonlikka qo'l urganda. Oldin o'qituvchilarni qattiqqo'lligi yaxshi baholanganligini sababi u narsa birinchidan me'yorida bo'lgan. O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida dialog yo'q. Konflikt bor. O'quvchiga dars beryapmiz, o'quvchi uyiga ketayotganda gul ekib yuribmiz maktab hovlisida. O'rgangani kelishsa, o'z ixtiyorimiz bilan qiluvdik deb yozish berishadi. Remontni o'qituvchi qilish kerak, o'qituvchi qayerdandir topish kerak va ota-onalar bor variantda homiy sifatida. Kundalik kun bilan qog'oz kundalik bir-biriga mos emas. Meni fanimdan 5 ga o'qiydigan o'quvchiga nimaga 5 qo'ymadingiz? U meni fanimku. A'lochi o'quvchi degan narsa bo'lmaydi. Hozir programmani murakkabligini sababi biz birovlarni poyabzallarni kiyib yuribmiz. Obedgacha farzandiga dars o'tamiz, obeddan keyin Telegram gruppada ota-onasiga dars o'tamiz. Qo'shnini bolasini misol keltirish, go'yoki motivatsiya berish hisobida ishlagan darsliklarimiz yaxshi ishlanmagan. Bitta darslikni bilaman, uni muallif o'zini mustaqil shogirdlariga bo'lib bergan. Hozirgi zamon ota-onasi iqtisodiy musobaqalar jarayoniga kirib ketib, otalarimiz farzand tarbiyasida sekin-sekin ikkinchi planga o'tib, sekin kadrdan ham chiqib ketib borishyapti. O'qishga qiziqtiraman deb harakat qilish mantiqan to'g'ri emas. O'zini layoqatidan, qiziqishidan kelib chiqadigan bo'lsak, avtomatik yaxshi harakat qiladi va oson natijaga erishadi. Qiziqtirish uchun hozirgi davrda ijtimoiy tarmoqlar bilan kurashishga majburmiz biz pedagoglar. Ya'ni ularga kim emotsiya bersa, ularni diqqati o'shaniki. Hayotda uchraydigan vaziyatlar bilan bog'lab dars o'tishga harakat qilishimiz kerak. Aynan qoliplashigan darslardan voz kechsakkina o'quvchilarni qiziqtirishimiz mumkin. Qiziqish masalasida o'quvchilarning layoqatidan kelib chiqish kerak. Aynan qaysi kasb yaxshiroq pul topadi, ota-onalar qaysi kasb yaxshi ko'rishadi va farzandini o'sha kasbda ko'rish xohlashiga qarab tanlaydigan bo'lsak yoki mana bu fandan yaxshi o'qisang, olimpiadada mana bu o'rinni olsang deb orzu-havas qiladigan bo'lsak, unaqa rejalar qilishimiz ham bolaga qanaqadir zararlar berib qo'yadi, psixologik zararlar, nevrologik zararlar. Bolalarning qobiliyatlariga qarab guruhlarga bo'lishga qarshiman. Chunki bir-biriga ergashadi, bir-biri bilan raqobat qiladi, o'rnak oladi, bir-biriga qarab intilishadi. Shuning uchun aralashtirib dars o'tish tarafdoriman men. Bir-biriga motivatsiya bo'ladi ular va bu normal holat. O'quvchilar orasidan iqtidorli bolalar prezident maktabiga ketgandan keyin boshqa o'quvchilarning motivatsiyasi so'nib qolyapti. Intiluvchi nimadir motivatsiya bo'lishi kerakki, kimdir havas qiladi, kimdir hasad qiladi va harakatlanishga turtki bo'ladi. Tarbiyani ko'pchilik shunaqa deydi, ota-ona beradi. Yo'q. Tarbiyani ko'proq maktabda beriladi deb hisoblayman, shaxsan o'qituvchi sifatida ham. Chunki biz bilan ko'proq bo'ladi o'quvchi, biz bilan ko'proq muloqot qiladi. Ayniqsa hozirgi zamon ota-onasi iqtisodiy musobaqalar jarayoniga kirib ketib, farzandi bilan uncha ko'p muloqot qilmayapti. U aynan bir shaxsni vazifasi emas, nafaqat o'qituvchi va ota-onaniki, atrofdagi jamiyatning ham vazifasi tarbiya berish. Oldin o'qituvchilarni qattiqqo'lligi yaxshi baholanganligini sababi u narsa birinchidan me'yorida bo'lgan. Ya'niki emotsional portlash holatida o'quvchi qanaqadir chegaralarni o'ta buzib yuborgan vaqtda u narsa amalga oshirilgan va u narsa ochiq namoyishkorona faxr bilan aytilmagan. Avval ta'limdagi zo'ravonlikka ham zo'ravonlik deb qaralmaganligini sababi bu narsa zarar ekanligi haqida to'liq tushunchalar bo'lmagan. Ta'lim berish boshqa yo'llari ham takomillashmagan bo'lgan. Hozir ilm-fan rivojlandi. Bu narsa zarar ekanligi to'liq isbotlab berildi va ta'lim berishi boshqa yo'llari allaqachon ishlab chiqildi. Lekin ta'lim tashkilotidagilar bu narsaga yetib kelishi va rozi bo'lishi uchun ozgina vaqt kerak bo'lyapti. Lekin o'sha klassik tarbiya ta'lim metodini tanlaydiganlar bunga qarshi bo'lishyapti. Ikki tomonlama kurash ketyapti va biz o'tish jarayonidamiz. Har xil ziddiyatlar bo'lishi juda ham normal holat, afsuski. Qattiqqo'llikni tarbiya usuli deb atashdan oldin qattiqqo'llikning nima ekanligini ko'rib chiqishimiz kerak avval. U zo'ravonlikka asoslangan qanaqadir shunaqa tarbiya shaklimi yoki intizomni keskin ta'minlovchi qat'iy chegaralar haqida gap ketyaptimi? Qattiqqo'llik, qat'iy chegaralar va me'yorlar agar shu chegaralarni buzgan taqdirda qanaqadir intizomiy choralar berish bo'lsa va sovuqqonlik bilan ko'ngilchanlik qilmasdan shu chegaralarni himoya qilish haqida gap ketsa, bu sog'lom qattiqqo'llik. Lekin faqatgina zulm qilish orqali xatti-harakatlarga hamma narsasiga ega chiqib, hamma yo'l yo'rig'ini chizib berib va unga yurishni, amal qilishni qat'iy majbur qiladigan bo'lsak, u qattiqqo'llik
zo'ravonlik albatta. Uni urib so'kmagan taqdirda ham zo'ravonlik. O'qituvchilarni agressiv bo'lishi ko'p o'qituvchilar aytishadi. Maoshi kam, ishi qiyin, sog'ligi, oilaviy muammosi va hokazo. To'g'ri. Nimaga o'sha maoshi kam bo'lgancha rahbariyatga zo'ravonlik qilmayapti? Bu yerda ongli tanlash ketyapti. O'quvchi bu yerda ojiz qatlam va men hech qachon oqlamayman qanaqa sabab bo'lishidan qat'iy nazar o'qituvchini zo'ravonligi. Afsuski, o'qituvchilar umuman oilaviy masalalarda, iqtisodiy, ishdagi konfliktlarda, umuman bosimlarni muvozanat qila olmaganda emotsional kuyish holati bo'ladi, kasbiy kuyish. Ana shunday holatlarda ko'proq o'quvchilar bilan birga bo'lgani uchun asabiylashadigan holatlarda emotsional portlab, agressiyasini o'quvchilarga ko'rsatib qo'yishi mumkin. Hatto haqman deb o'ylaydi zo'ravonlikka qo'l urganda. O'qituvchi va o'quvchini o'rtasida ziddiyatlarning ko'payayotganining sababi o'quvchiga moslasha olmayapti. Bolalar yangi avlod, lekin biz o'qituvchilar eski metodlarimizni, eski yondashuvlarimizni ularga iste'mol qildirmoqchimiz va borimizcha qabul qilishlarini xohlaymiz. Eng asosiy muammolar bittasi o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida dialog yo'q. Konflikt bor. Ikki taraflama jang qilish va granata otish deyman, ijtimoiy tarmoqda granata otish va dushmanlik kayfiyati bor, lekin dialog yo'q. Birinchi qo'lni kattalar uzatish kerak, mutaxassislar uzatish kerak deb hisoblayman. Ota-onalar tomonidan o'qituvchilarning samosud qilinishi, ijtimoiy tarmoqda ommaviy o'qituvchilarda depressiya va qo'sh tirnoq ichida bechoralik kayfiyati bizga qiyin bo'ldi, o'qituvchilar xor bo'lyapti. Biz ota-onalar va o'quvchilarga shunaqa xabar beryapmizki, bizni qo'limizdan hech narsa kelmaydi, biz himoyasizmiz degan xabar beryapmiz. Ular bizga achinishi mumkin, lekin hech qachon hurmat qilishmaydi bunaqa holat bilan. O'quvchiga dars beryapmizda, meni hurmat qilishing kerak deb unga jiddiy munosabat qilyapmizda, o'quvchi uyiga ketayotganda gul ekib yuribmiz maktab hovlisida yoki yer chopib yuribmiz yoki o'quvchini ko'z oldida rahbarimiz bizni urishyapti, xuddi boladek qilib, hurmatsiz qilib va biz unga bosh egamiz. Oyligimni yo'qotishdan qo'rqib ko'nyapman deyishadi. Yo'q, birinchi o'rinda inson izzat nafsi bo'lishi kerak va shunga qarab uni daromadi va hurmati bo'ladi. O'qituvchilarga nisbatan majburiy mehnat achchiq bo'lsa ham haqiqatdan olishimiz kerak. Buni asosiy sababi o'qituvchilarni ko'nganligi va ularning ichida ba'zi bir ko'nmaydigan o'qituvchilarni ham, masalan, yosh kadr keladi, yangi qonun qoida bilan ishlagisi keladi. Qisqichbaqa effekti deydi, chelakdagi qisqichbaqa kimdir tashqariga chiqmoqchi bo'lsa, tortadi, boshqalar uni chiqarmaslikka harakat qilishadi va qo'lini bigiz qilib ko'rsatishadi. O'zlariga o'xshashga majbur qilishadi va uni oq qarg'a qilib qo'yishadi. Bu bir. Ikkinchidan, baribir ular ham zo'ravonlik usuli bilan ta'lim tarbiya olgan va huquqlarini talab qilishlari va adolatga ishonchlari past. Shuning uchun ham rahbarlar bilishadiki, hatto kimdir bir narsa qilib ijtimoiy tarmoqqa chiqargan taqdirda ham o'rgangani kelishsa, o'z ixtiyorimiz bilan qiluvdik deb yozish berishadi. Maktab bog'i tozalansin, xonalar remont qilinsin, mana bu hujjatlarni tayyor qilib qo'yish tavsiya etiladi. Albatta o'qituvchilar bilishadi uni kim qilish kerak ekanligini, lekin huquq tartibot idoralariga murojaat qilisha olmaydi. Ana bu skrinshotni yoki buyruqni matnini olib borsa, uni egasi noma'lum, xodim qilsin degan joyi yo'q va huquqiy javobgarlikka tortish imkoni yo'q. Hozirgi ta'lim tizimini eng kuchli jihati hamma o'quvchilarni, umuman bolalarni qamrab olinganligi va o'rta ta'limni majburiy ekanligida deb o'ylayman. Chunki nogironligi bor, uyda ta'lim oladigan bolalarni ham qamrab olingan va o'quvchilarni ta'lim olishi keskin nazorat qilinadi, davomati. Shu eng katta yutug'imiz deb hisoblayman. Sifatli ta'lim bo'lishi uchun bir sinfda men nazarimda 20 ta o'quvchi bo'lishi kerak, maksimum 25 ta. O'zi sifatli ta'lim nima bilan o'lchanadi? Uni imkoniyatlari, o'qituvchining maoshi, uni bo'sh vaqti, jismoniy resurslari bilan o'lchanadi. Masalan, bir o'qituvchi sifatli ta'lim berish uchun yetarlicha dam olishi kerak. Yetarli dam olishi uchun uni bo'sh vaqti bo'lishi kerak dam olishga. Bo'sh vaqtni orttirish uchun vazifalarini kimlar bilandir bo'lishi kerak. Uning uchun pul kerak bo'ladi. Maktab ta'limida 45 daqiqa ta'lim berish uchun yetarli, qachonki yondashuvga bog'liq. Agar siz qaysidir qoliplarga mos tushaman deb yoki to'liq darslikdagi materiallarni tanishtiraman deydigan bo'lsangiz,
umuman sifatli ta'lim bera olmaysiz. Agarki o'qituvchiga chegara qo'ysak va uni qoliblashtirsak, u 45 minut ichida o'sha qoliplarga moslash o'ylaydi xolos. Texnologik xarita degan narsa bor bizda. 5 daqiqa masalan yangi mavzuni tushuntirishingiz kerak, 5 daqiqa baholashingiz kerak, 10 daqiqa yangi mavzu bilan ishlashingiz kerak va hokazo. Agar texnologik xaritaga rioya qilaman desangiz, dars o'ta olmaysiz. Maqsad materialni o'zlashtirgizish bo'lsin. Bo'ldi. Hech kim hech qanaqa qolipga solish kerak emas darsni. Baholash tizimi o'quvchilarning rivojlanishi uchun kerak deb hisoblayman, chunki masalan menda ikki xil baholash tizimi bor. Kundalik.com meni qanchalik ishlay olganimni bildiradi va ota-onalar farzandini qanchalik o'zlashtirganini bilib olishi mumkin. Lekin ota-onalar bilan kelishgan holatda kundalik tuttirganmiz, kundalik daftar endi o'quvchini harakatini ifodalaydi. Ikkalasi hech qachon kundalik.com bilan qog'oz kundalik bir-biriga mos emas. Chunki yaxshiroq harakat qilgani uchun ham baho qo'yishim mumkin, 5 baho qo'yishim mumkin yoki qanaqadir intizomiy chora sifatida 3 baho qo'yishim mumkin. Lekin asl o'zlashtirish bahosi kundalik komda. A'lochi o'quvchi degan narsa bo'lmaydi, rostdan ham bo'lmaydi unaqa narsa. Chunki hammamiz layoqatimiz har xil narsaga. Bitta bola boshqa fandan zo'r o'qishi mumkin, boshqasi umuman boshqa fandan va qanaqa qilib biz ularni ikkichi a'lochi deyishimiz mumkin. 100% hamma fandan yaxshi o'qiydigan o'quvchini o'zi yo'q aslida va 100% hamma fandan layoqatsiz o'quvchini o'zi yo'q. Kulgimni hissatgan bitta voqea bo'lgan. Yangi ishga kelganimda bitta ustoz aytayapti, "Nimaga mana bu o'quvchiga 5 chi o'quvchiga faningizdan 5 qo'ymadingiz? Meni fanim 5 ga o'qiydigan o'quvchiga nimaga 5 qo'ymadingiz?" U meni fanim-ku. Meni fanimni o'zlashtirganni qo'yaman-da. Nimaga qaramadingiz? Jurnal varaqlab qaramadingiz, boshqa fanlarga qaramadingiz? Nimaga qarashim kerak? Bu meni fanim-ku. Deyapman-da, o'shanda tamg'a qo'yishdan qochishimiz kerak. Bola hamma fandan yaxshi o'qishga zo'r berar ekan, u bilmay qoladi, nimaga qiziqadi o'zi, nimaga layoqati bor o'zi savol ham bera olmay qoladi va natijada a'lochi o'qiydigan lekin yo'nalishini topmagan, charchagan o'quvchiga erishamiz biz. Universitetda 6 ta 7 ta fanu, maktabda 20 tacha fan bo'lishini va ikkalasini ham mantiqqa to'g'ri kelishini sabablari bor. Maktab ta'limi hayotni har bitta jabhasida asqotadigan bilimlarni beradi. Universitetda kam fanlar bo'lishining sababi ma'lum bir mutaxassislikka oid fanlar chuqurlashtirib o'rgatiladi, shuning uchun kam fanlar bo'ladi. Darsliklar masalasida ozgina darsliklarimiz yaxshi ishlanmagan, undan ko'nglim to'lmaydi. Bitta darslikni bilaman, uni hashar yo'li orqali yig'ishgan. Ya'ni uni muallif o'zini shogirdlariga bo'lib bergan, 30 ta 40 ta odamga bo'lib bergan, sen shu mavzuni qilib kel, sen shu mavzuni qilib kel deganda ishi ko'p inson bitta darslik paydo qilgan. Murakkab qilamiz va bolani fikrlashini shunga moslashtiramiz deb kitob yaratgani bilan ana bu yerdagi uni o'qitadigan kadrni holati bilan hisoblashish kerak. U o'zi tushunyaptimi? O'zi tushungandan keyin unga yetkazib bera oladimi va vaqt yetadimi? Mavzuni o'zi 45 minutlik dars o'zi tizimlashtirilmagan. To'g'ri, bor shunaqasi ham, lekin kitoblar to'laqonli bu talabga javob bermaydi. Prezidentimiz kitob o'qisin deganlar. To'g'ri, prezidentimiz kitob o'qisin degan va asosan badiiy kitob nazarda tutilgan. Va kitob o'qisin degani uni orqalab yursin demagan. Darslik har kuni ko'tarib yuriladigan narsa va rivojlanayotgan organizm uchun nagruzka bermaydigan, ya'ni zarar bermaydigan ma'lum bir o'lchovi bor va bu o'lchovga qat'iy rioya qilish kerak darslik ishlab chiqarilayotganda ham. Avval programmani oson bo'lgani, hozir murakkabligini sababi biz birovlarni poyabzallarni kiyib yuribmiz. Ya'ni qaysidir davlatdan mana bu modelni olsak rivojlanib ketar ekanmiz, mana bu modelni qo'llab ko'rsak ta'limimiz yaxshi bo'lar ekan deb qo'llab ko'ryapmizda rivojlangan davlatlarning ta'lim tizimini. U yerdagi o'qituvchilarning salohiyati, yashash va ishlash sharoiti mutlaqo boshqacha va ular u dasturni amalga oshirib jon kiritib bera oladi va ularga ish beradi, lekin bizga ish bermaydi. Shuning uchun bizga murakkablik qilyapti, kadrlarga ham, o'quvchilarga ham bu dastur murakkablik qilyapti. Aynan o'zimizni imkoniyatlarimizga mos va o'zimizda ishlaydigan, o'zimizni dasturimizni ishlab chiqsakkina u biz uchun murakkab bo'lmaydi. Va 45 minutda hammasiga tushuntirib yetkaza olmayapmiz va lekin vazifani yaxshi bajarib kelishini talab qilamiz. Ota-onadan yordam yo'q deyarli, chunki ota-onaga ham tushunarsiz. Masalan, bo'ladi boshlang'ich sinfda obedgacha farzandiga dars o'tamiz, obeddan keyin Telegram gruppada ota-onasiga dars o'tamiz. Ota-ona o'zi dangasa emas. Ota-ona pul topyapti va natijani maktabdan kutyapti. Ayniqsa xususiy maktablarning og'rig'i bor. Ota-ona faqat pul to'laydi va tarbiyasini ham, ta'limini ham, muvaffaqiyatini ham ustozdan talab qilmoqchi bo'lishadi. Avval universitetga
repetitorsiz kirishganlarning sababi juda ko'p sabablari bor. Ya'niki oliy ta'limda vakant o'rinlar cheklangan bo'lgani bilan o'qishga topshiruvchilar kamroq bo'lgan va repetitorlar ayni bir mexanizmi shakllanmagan bo'lgancha hamma bir xil sharoitda raqobatlashgan, uyda o'qigan va o'qituvchilar ham u payt shakl, ko'rinishdan ko'ra ta'lim berish jarayonida ko'proq mazmunga ahamiyat berishgan. Yana bitta tomoni maktab ta'limidagi baholash mezoni bilan universitetdagi imtihonlar bir-biriga to'liq mos tushgan. Lekin keyin nima bo'ldi? Imtihonlarimiz judalar murakkab, hatto kulgisi keladi. O'ta murakkablashtirib yuborgan oliy ta'limdagi savollari va maktabda o'qigan o'quvchi u savollarni hatto tushunmaydi. Boshini o'qib, oxiriga yetib olguncha boshida nima deyilgani esdan chiqib qoladi. Endi repetitorlar shakllangandan keyin, tabiiyki endi repetitorlar miqyosida ham musobaqa qilinish boshlandi. Bizning davrimizda u paytlar korrupsiya bor edi oliy ta'limga kirishga va oliy ta'limga imtihonga kirarkansiz, siz abituriyent bilan emas, uni orqasidagi bunkerdagi ustozi bilan kurashishingizga to'g'ri kelardi. Hozir endi o'quvchilar sertifikat musobaqasini o'ynashyapti. Ya'ni boshqa fanlardan o'qimasa ham oliy ta'limga kirishi uchun kerak bo'ladigan fanlardan sertifikat olyapti va boshqa fanlarni chetga surib qo'yapti. Shu sababli sertifikat musobaqasida g'olib bo'lishyapti, oliy ta'limga kirishyapti va testlarimiz yodlashga asoslangan ekanligi mening eng katta og'rig'im. Ya'ni test faqat bilishni o'lchashi mumkin, lekin bilimni emas. Ota-onalari ta'lim jarayonidagi ishtiroki muhimligi o'qituvchiniki qadar. Chunki hozirgi dasturlarimiz murakkab va uni maktabdan tashqari uyda ham davom ettirish kerak. Hozir shunaqa narsa bor. O'qituvchilar ota-onani ayblaydi, ota-ona o'qituvchini ayblaydi va o'rtada bola boy berib qo'yilyapti. Bolani tarbiyasi, uni ta'limi, ota-ona bilan yaxshi diplomatik aloqalarni o'rnata olgan o'quvchisini natijalari ham yaxshi bo'ladi. Farzandini muvaffaqiyatli tarbiyalash uchun ota-onalar uni muhitiga e'tibor berish kerak. Ya'niki o'rtoqlari, ustozlari ijtimoiy tarmoqdagi ko'rayotgan kontentlarini ham nazorat qilish kerak va mehnatga jalb qilish kerak o'quvchilarni. Eng muvaffaqiyatli bo'ldi degan o'quvchilarni ota-onalarga e'tibor berganman. Vaqtini har daqiqasigacha qachon qayerga boryapti to'liq nazorat qilishadi. Pedagog bilan doimiy xabarlashib birgalikda ishlashadi. Farzandni o'zlashtirish past bo'lsa, ota-ona uni birinchi o'rinda qabul qilish kerak. Biz berayotgan material, biz berayotgan bilimlarni o'zlashtirish bu hayotda insonni baholaydigan yagona ko'rsatkich emas. Biz bilmaymiz hozirgi bolani kelajakda qanday kasb egasi bo'lishini, balki umuman bu dunyoda nomi yo'q kasb egasi bo'lar va butun dunyoga foydasi tegar. Hozirgi zamon ota-onasi bolaga bitta proyekt deb qarayapti. Ertalabdan kechgacha o'qish, undan keyin shu to'garaklar, uni dam olish vaqti yo'q, bolaligini qilish vaqti yo'q. Juda qattiq nazorat qilingan bolalar birdaniga bir isyon deymizmi, nazoratdan chiqib ketyapti. Bu ularni isyoni bo'lyapti. Ya'ni uydan qochib ketish, turlicha zararli odatlarga berilib ketish, o'g'irlik, tabletkalar va hokazo. Hozirgi zamon ota-onasi bir narsani anglab yetish kerakki, o'zini qiziqishlari va mana bu soha muvaffaqiyatli degan bashoratlarini chetga surib qo'yib, bolani individual holati bilan hisoblashish kerak. Ya'ni uni potensial imkoniyatlari bilan hisoblashish kerak unga ma'lum bir soha tanlayotganda. Kasb tanlashda o'qituvchini roli ko'proq shu o'qituvchilar qiziqtirgani bilan, ota-onaga aytgani bilan, ota-onalar ko'proq orzu-havasini birinchi o'ringa qo'yadi. Ota-onaning o'zini tug'ilganda yoqib qo'ygan orzu-havasi bo'ladi, rejalari bo'ladi. Qo'shnini bolasini misol keltirish, go'yoki qanaqadir og'riqli bo'lsa ham motivatsiya berish hisobida ishlagan. Endi hozir kulgili gap ham paydo bo'lgan. Qo'shnini bolasi unday, qo'shnini bolasi bunday desa, uni ota-onasi ham boshqada deyiladi. Gap shundaki, biz tanqid qilish va kimnidir misol qilish orqali turtki bermoqchi, yo'naltirmoqchi bo'lamiz, lekin u boshqa jism. Uni imkoniyatlari boshqa, uni muhiti boshqa va solishtirish har doim minusga ishlagan. Ota-onalar majlisida umuman majlis o'laroq ota-ona bilan deyarli har kuni muloqot qilib turish kerak va u narsaga pul aralashmaslik kerak. Umuman pul yig'ish masalasiga kelsak, bu aynan o'qituvchi bilan bog'liq muammo emas, bu tizimni muammosi. Ya'ni remontni o'qituvchi qilish kerak, o'qituvchi qayerdandir topish kerak va ota-onalar bor variantda homiy sifatida, lekin bu ota-onalar majlisida gapirilishi katta xato deb o'ylayman. Nimani gaplashish kerak? O'qituvchi so'rash kerakki, menda qanday kamchilik bor? Sizlar qanday muammoga uchrayapsizlar bola bilan va men qanday yordam bera olaman? Ota-ona ham shunday.
bizda qanday kamchilik bo'lyapti, sizga qanday yordam bera olamiz va birgalikda mana bu masalani qanday hal qila olamiz degan narsalarni gaplashish kerak. Ota-onalar majlisini o'zi tartibini belgilab berishadi rahbariyat tomonidan. Men xohlardim kamida choyda bir har nimada chorakda ota-onalar majlisi qilish kerak va xabarlashib, yuzma-yuz taassurotlari bo'lishib, muammolar va yechimlarini maslahatlashib olgan yaxshi deb o'ylayman. Nimaga hamma ota-ona kelmaydi majlisga? Nimaga kelmaydi? Kelganda uni jonini og'rityapsiz siz. Ya'ni negativ energiya olyapti va negativ energiyadan katta odamlar ham qochadi. Masalan, shu bormaydigan ota-onalar o'ylaydi, meni farzandimni o'zi ham majlisga borishimni xohlamaydi. Yo'q, farzandingiz majlisga borishingizni xohlamaydi emas, undan uyalishingizni, uni shu holatini qabul qila olmasligingizni, plus ustiga ustak buning uchun unga ozor berish va bosim qilishingizni xohlamaydi. Shuning uchun yomon o'qiydigan yoki past o'zlashtiradigan muammosi bor o'quvchilar ota-onasini ota-onalar majlisiga borishini xohlamaydi. Ota-onalar ham o'zi tabiiyki farzandini kamchiliklarini eshitmasligi uchun ham borishni xohlashmaydi. Narigi yaxshi o'qiydiganlar ota-onasi borishini sabab biladiki, yaxshi gap eshitadi. Yaxshi o'quvchi, yomon o'quvchi deb tabaqalashtirmasligi kerak. Shundagina hamma ota-onalar yugurib boradi, gaplashadi bemalol va shunda yaxshi natija ham bo'ladi. Otalar yig'ilishi o'zi nima uchun kerak? Men buni kerak deb hisoblayman, chunki otalarimiz hozir oilaviy sharoitda farzand tarbiyasida sekin-sekin ikkinchi planga o'tib, sekin kadrdan ham chiqib ketib borishyapti. Qanchalik og'riqli bo'lmasin, otasi chetda ishlaydigan o'quvchilar bor, ha. Tirik bo'lib turib otasidan yetim farzandlar bor, otasi olamdan o'tgan o'quvchilar bor. Lekin ular bor ekan deb ota-onalar yig'ilishini qilmaslik kerak deb o'ylamayman. Chunki bola otasini yo'q ekanligini boshqa vaziyatlarda ham yashab o'tadi. Otalar yig'ilishi maktabda o'tkazilarkan, bolaga qaytanga shunday vaziyatlarda qanday hal qilishni o'rgata olishi mumkin. Faqat otalar yig'ilishidagina ota kerak bo'lmaydi. Masalan, men otalar yig'ilish qilganimda amakisi, tog'asi kabi odamlarni olib kelishgan, masalan, ko'pchilik e'tiroz bildirdi. Otalar yig'ilish qilganimda e'tirozlar o'rinli bo'ldi. Ya'ni otasi yo'qlar ham bor-ku. Otalar yig'ilish qilganimda otasi olamdan o'tgan va hali qirqi chiqmagan bola bor edi. U bola amakisini olib keldi. Shunday vaziyatlardan u bola shunday ko'nikib o'tdiki, otasi yo'qligi haqida gapirmasa ham bemalol o'zini ushlaydi, bemalol moslashadi. Vaziyatlarni to'g'ri hal qilish orqali emas, moslashtirish eng to'g'ri yo'l.